Assalomu alaykum. Hozir biz sizlar bilan Strix Imprint tarozisini qanday qilib Moisepad dasturiga ulashni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Buning uchun tarozi va kompyuter bitta patsentda bo'lishi kerak. Buni ikki xil usuli bor. Birinchi usuli Wi-Fi routerdan kabel tortilgan hozir taroziga, sitovoy kabel va ikkinchi kabel kompyuterga tortilgan. Bu vaziyatda ikkita qurilma bir-birini ko'radi hozir. Birinchi usuli shu, ikkinchi usuli esa to'g'ridan to'g'ri, ya'ni kompyuterga sitovoy kabelni tiqamiz bir uchini, ikkinchi uchini esa taroziga tiqamiz. Shu holatda ham ulasa bo'ladi. Endi ikkinchi holatni kamchiligi shundaki, faqatgina bitta tarozi bilan ishlab bilamiz biz. Agar sizda tarozi bir nechta bo'ladigan bo'lsa, agar o'zi bitta patset qilib Wi-Fi routerdan shu holatdagi kabel tortganingiz ma'qulroq bo'ladi. Xo'p, endi tarozimizni yoqib olamiz. Xo'sh, tarozi yonguncha keling. Wi-Fi router bizga hozir nechilik IP adres beryapti, o'shani ko'rib chiqishimiz kerak. Buning uchun shu knopkani bosamiz va tepada set knopkasi bor. Shuni bosamiz. Xo'sh, bu yoqda ham set knopkasi chiqadi, buni bosamiz. Keyin pastroqda mana bu Wi-Fi routerimizning IP adresi 192.168.1.1. Bu esa Wi-Fi router kompyuterga berayotgan IP adresi. Hozir shu kompyuterga Wi-Fi router 192.168.1.100 IP adresini beryapti. Demak, 1 degan patsetdan boshlanyapti. Tarozini ham biz 192.168.1 qilishimiz kerak. Birdan keyingisini esa 100 dan past yoki 100 dan baland qo'yishimiz kerak. Keling, hozirgi holatda tarozimizning IP adresini 192.168.1.151 deb qo'yamiz. Xo'p, shunda bitta patsetda bo'ladi ekanmiz. Endi tarozimiz yondi. Xo'p, endi buni nastroykasiga kirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun o'rta knopkani bosamiz. Ana knopkalari bor. Xo'p, o'rtani bosamiz. Parolni terlaydi. 0030. O'rtani bosamiz. O'rtani bosamiz. Ikkita chapga 1 2. Interfeysga kiramiz, o'rtani bosamiz. Yana bir marta o'rtani bosamiz. Yana bir marta o'rtani bosamiz. Ana bu tarozimizning IP adresi 192.168.11.251 ekan. Hozir biz buni 192.168.1.151 ga o'zgartirishimiz kerak. Uning uchun o'ng tomondagi knopkani bosaman. Xo'sh, yana bir marta o'ngni bosam, ana 11 ni o'zgartirishim kerak. U uchun 0 ni bosaman. 0 0 0. Ana 0 bo'ldi. Endi buni 1 yozaman va yana o'ng tomondagi qatorga o'taman. O'sha bu yoqqa ham bir marta 0 ni qo'yamiz. 0 bo'ldi. Endi bu yoqqa 1 5 1 deb yozamiz. Enter ni bosamiz va orqaga qaytamiz. Yuqori stelka oxirigacha. Tamom, mana tarozimizni nastroyka qilib oldik. Hozir ikkita qurilma ham bitta patsetda bir-birini ko'radi. Taroziga IP adresi berganimizdan so'ng biz kompyuterga Strix Imprint tarozisini drayverini o'rnatib olishimiz kerak. Mana bu drayver. Dali ustanovitni bosamiz. Zaвершить. Xo'sh, puskni o'chaman va все programmi eng pastda Strix M degan papka paydo bo'ladi. Shuni o'chamiz. Загрузочкani o'chamiz. Настройка свойств. Настройка драйвера. 3 ta nuqtachani bosaman. Bu nom berishimiz kerak. Biza tarozi nom beradi, yana birinchi tarozi deb nom beramiz bunga. Tarozining IP adresini mana bu yerga kiritishimiz kerak. 192.168 hozirgi holatda 1.151. Изменить, закрыть. Agarda bir nechta tarozi bo'lsa, shularga добавить qilaverasiz bu yoqda. Закрыть. Ana tarozi 1 ni qo'ydik. Проверка связь qilishimiz kerak. Tekshiramiz qani ko'ryaptimi yo'qmi? Haqiqatan ham ko'ryapti tarozini. Tarozi maksimalni 22.700 tacha tovarni olishi mumkin. Gudokni bosadigan bo'lsam, taroziga gudok boradi, ovoz chiqaradi o'zidan.
Bu dasturni yopamiz. Okey. Zakrit da. Endi mo'yskalni ochamiz ana. Bizda 3 ta visovoy tovar bor. Keling, yana bitta qo'shaman. Shu tovarning nomi nok bo'la qolsin. Tovarimizning narxi 1 kilosi 45 ming so'm bo'ladi. Tarozi bu tovarni yoqish uchun bir nechta shartlari bor. Birinchi sharti единица измерения kilogramm bo'lishi kerak. To'g'ri turibdi. Tovarning kodi maksimalni 22700 gacha bo'lishi kerak. Bundan yuqorisini olmaydi o'zimiz qilib. Buni ham taqladik va oxirgi sharti fasovka весовой bo'lishi kerak. Сохранить bo'ldi. Tayyor. Zaketni bosadigan bo'lsam, mana 4 xil tovarimiz bor. Kodlari MOS 22700 oralig'ida. Endi sklad ostatki bo'limiga kiramiz va bu yerda filtr yaratishimiz kerak. Faqatgina весовой tovarlar chiqishi uchun. Dostupni любой qilaman. весовой tovarga danni qo'yib, naytini bosaman. Mana faqatgina весовой tovarlarimiz chiqarib berdi. Endi biz har safar filtr qo'ymasligimiz uchun bitta zakladka yaratib qo'yamiz. Zakladkaning nomini tarozi deb qo'yamiz. Saqlaying zakladka bo'ldi. Endi filtrni attest qiladigan bo'lsam, tarozini bitta bo'lsam, o'zi qo'yadi filtr. Pechat viruska visi sena .000 degan shablonni Excel formatida yuklab olamiz. Va bu shablonni ochamiz. Разрешить. Endi makrosga ruxsat berishimiz kerak bir martalik. File, parametri, Центр управления безопасности, parametr Центр управления безопасности, parametr makros o'chirilgan. Buni yoqishimiz kerak bo'ladi. Okey. Bo'ldi. Endi bu faylni yopaman va yana bir marta загрузка qilaman. Excel formatida. Endi mana faylchani bosamiz. Qayerdaligini ko'rsatadi. Mishkani o'ng tomoni, свойства. Разблокировать qilishimiz kerak. Применить, okey. Bu faylni ochib olamiz. Ana endi Alt F8 knopkasini bosamiz. Выполнitni bosamiz. Va hozir bu bizga tarozi nomli TXT fayl yaratib beradi. Yaratib berdi. Endi keyingi qilinadigan ish Excelni yopsak ham bo'ladi. Keyingi qilinadigan ish avtomatik загрузчик deganni ochib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu har necha sekundda bir загрузка qilsin deyapti fayllarni. 15 sekund qo'yamiz. Включить avtomatik rejim yoqamiz ana. Buni yoqamiz. Kompyuterni yongan payt o'zi avtomatik ishlaydi bu dastur mana. Spiska vesiga kiramiz. Yes. Ana endi добавить qilishimiz kerak. Tarozini bu yoqqa qo'shishimiz kerak biza. Добавить vesi 1, tarozi 1, Ethernet bo'ladi. IP adresini kiritamiz 1, 151 bo'ladi. Va fayl загрузка degan joyi bor. Qayerdan yuklab olay deyapti ba'zan. 3 ta nuqtachani bosamiz va bu yerdan загрузки tarozi TXT faylini belgilab okeyni bosamiz. Ana bu hammasi belgilandi. Endi bir marta загрузить все qiladigan bo'lsam, jurnal operatsiyaga o'tsam, agar mana bu yoqda ana 4 ta tovarni загрузка qildi. Tamom. Tarozimizga hozir 4 ta tovar загрузка bo'ldi. Endi bu dastur bizga kerak emas. Keyingi safar yopsak ham bo'ladimi hozir? Yopishga qo'ymayapti bir daqiqa. Yopdik ana bu dasturni. Kompyuterimizni bir marta o'chirib yo'qadigan bo'lsak, keyingi safar bu dastur o'zi ochiladi avtomatik. Avtomatik ochilgandan keyin esa yana qayta shu загрузка qiladigan bo'lsak, yana bir marta ishlaydi. Endi qachon qayta загрузка qilamiz taroziga? Misol uchun nok narxi 45 ming emas 50 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, mabodo shu vaziyatda yana shu joyga kiriladi. Sklad ostatki tarozi degan filtr bosiladi. Pechat viruska visi Excelga olinadi. Hozir bu avtomatik ochilmaydi bu dastur. Qo'lda ochaykin. Sizlar avtomatik ochiladi o'zi.
ochildi, ana bo'ldi. Endi bu Excelni ochishdan oldin buni bosib, razbakirot qilishimiz kerak va keyin buni ochamiz. Alt F8 ni bosamiz, выполнить ni bosamiz. Tarozi degan faylni paydo bo'ldi. Endi biz ham shu tarozi degan faylni yo'qolishini kutishimiz kerak. Bu загрузка qilish kerak. Загрузочкani avtomatik. Ozgina kutaylik, ana jurnal operatsiyaga ketdi загрузка, ana загрузка qildi. Tarozi degan fayl yo'qoldi, bo'ldi. Zo'r ana. Hech qanaqa ошибкалari yo'q. 4 xil tovarimiz hozir taroziga загрузка. Moy sklad tarozi chiqargan shtrix kodlarni to'g'ri yoqish uchun boltkichani bosamiz va mana bu yoqdan prefiksni yoqib 20 qo'yib saqlanib qilishimiz kerak bo'ladi. Shunda shtrix kodlarni muammosiz yo'qiydi. Tarozimizga moy skladdan tovarlarni загрузка qildik. Endi keling tekshirib ko'ramiz. Buning uchun ustiga qanaqadir mahsulotni qo'yamiz va vesi chiqdi. Reshetka knopkasini bosamiz va bizga tovarni kodini kiritdi. Keling 6 deb qo'yadigan bo'lsam, mana olma deb chiqdi. O'rtani bosaman, mana 25 ming so'm ekan 1 kilosi. Va pechat knopkasini bosaman, etiketka bizga chiqarib beradi tarozi va biz bu etiketkani Moysklad dasturiga skaner orqali ishlatsak, tovarning narxini o'zi topib oladi avtomatik.